Alloh taolo bandalarning hammasiga rizq ato qiladi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, zimmangda mening farzim bor. Mening zimmamda seni rizqing bor. Meni farzimda, ya'ni buyrug'imda xilof yo'l tutsang ham, rizqingni berishlikda men senga xilof qilmayman. Meni seni ustundagi haqqim farzlarimni bajarishing, shariatimni amal qilishing, shariatimga. Meni senga nisbatan ishim rizqingni berish. Endi sen meni haqqimni bermayotgan bo'lsang ham, rizqingni beraveraman" deb aytayapti. Nima unda kofirlar hammasi ochidan o'lib ketmayapti? Mana aytayapti. Agar ibodat qilmaganda Alloh ochidan o'ldiraversa, hamma majbur musulmon bo'lish kerak bo'lib qolarmidi? Sen banda kim bo'lishingdan qat'iy nazar yeb ichib yurasan, tijorat qilib pul topasan. Shuni o'zi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Sog'san, kuch-quvvating o'rnida, 3-4 chaqing bor. Bu Alloh seni yaxshi ko'rdi degani emas hali. Chunki Qorunga juda ham katta boylik bergan. Kofir edi. Fir'avnga juda katta mulk saltanatni bergan. Men Xudoman degan edi. Dunyoni bu matohlari qo'lingda turishligi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Qaytarib aytaman. Dunyo matohini qo'lingda serob bo'lib turishi, taningni sog' bo'lishi, hayotingni zo'r bo'layotganligi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Birodarlar, qoidani bilib olaylik. Bir narsaki, Alloh bu narsani yaxshi ko'rgan bandasiga ham beryapti, yomon ko'rgan bandasiga ham beryapti. Yaxshi ko'rganga ham beryapti buni, yomon ko'rganga ham beryapti buni. Demak, shu narsa Allohning muhabbatini belgisi emas. Ma'qulmi? Xudoga yoqqani joy bor, shuning uchun zo'rasini katta bergan. Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun rizqini keng qilgan. Bu noto'g'ri gap. Nima, Iso alayhisalomni Alloh yomon ko'rganmi? Kambag'al edi. Muhammad alayhisalomni yomon ko'rganmi? Nauzubillah. Payg'ambarimiz faqir edi. Qachon biz mana o'lchov tushunchani tuzatamiz, shunda hayotimiz saodatli bo'ladi. Hayotdan maqsad boy, badolat bo'lish emas, maqsad Allohning rizosi. Endi boy bo'lib rozi qilasizmi Allohni, kambag'al bo'lib rozi qilasizmi? U Alloh taoloning yozgan nimasi peshonamizga? Rizqi. Lekin mana ikkita narsani o'lchov tushunchani to'g'ri qilaylik. Demak, Alloh taoloning in'omi, rahmati butun mahluqotlarga berilaveradi. Ammo